Bir kun nechilik ketyapti mushkanaga? Hozir biz bilmadim men. Endi makallarni kirgizgani qanchalik bo'ldi? 5 oy oldu. 5 oy bo'ldimi? 5 oy jarayonida kunda nechilik yeydiganini bilamsiz? Bilmem. Nechilik yeydi? Hozir mavla 3,5 kilo atrapda yadi. 3,5 kilo atrapda yeyaptamda. Necha pul yeyotganda? Uni hisoblab Uni boqmadingmi? hisoblab boqmadim. Xo'sh. Endi necha yilni yog'i biz baxmachilikni azan vaqti elab kuzning vaqti yoki qaysi bozorda azan bo'lsa elab biz ma qo'tanning ichiga solab shu 20 yilni yog'i cho'sa o'rlagan sir sassaqlam foyda qilgan. Endi ma bir necha yilni yog'i bozor qalayimqan bo'lish sababidan har qanday qilsaqmi bozordan olsaqmi foyda qilmadi. Qanday qilsaq nurg'un ishlar ziyon bo'ldi hamda. Amaliyotda haqiqiy baxmachilik degan nima, beqib foydalanadigan ish degan nima desak, bayatning ishlarni siz bilishingiz kerakda. Masalan, mushu bir kunda 10 ko'y yeyotamda, 10 ko'y yedi desak, unda bo'lsa bu 10 ko'y yeb bir kunda qanchalik qetildimi ava? Menga mushu bir kunda ig'irlik qo'shib men foyda qildimi yoki o'yildagi taklimakanninki qumliqidek do'layotgan po'q foyda qildimi? Bu yegan narsani yeb oyoqqa chiqarib bu bir po'q ishlab bermasin bo'ldi-da bizga. Mening badanda yem qetilish kerak, go'sh bo'lish kerak, shundaymi? Bizda bir sistema bor. Sistemani telefoningizni tushiriblam, kalning ig'irligini ko'rgizsangiz, ma shaxsan menda endi burun o'zimizning o'ylagan bo'yicha ancha-muncha bir joyga deb bergan bo'yicha beryapmiz-ku. Meningda mushu kalninki xalqaro o'lchim bor. Zodi shaxdan qanchalik yeyish kerak? Zodi samandan qanchalik yeyish kerak bir kunda? Zodi nima bersak mushunga qanchalik qatqin bo'ladi? Hatto bir kunlik sizning topadigan pulingizdan tatib hisoblab chiqarib turdi. Ham bir kunlik topadigan pulingizdan tatib hisoblab qanday chiqarib turdi degan joyda siz mana shaxninki bahasini tatib kirgizib o'tasiz aningga. Anandan keyin yemning bahasini tatib kirgizib o'tasiz. Anandan keyin mush chingbinning hamini kirgizib o'tgan ekan, mushu chiqimni hisoblab, shu kallaga qitilgan ig'irlikni hisoblab, sizning foydangizni hisoblab chiqarib turdi. Agar ish kuchga ichida shu foyda chiqmay qolgan bo'lsa, darhol kalonni tekshiraymiz. Zodi nari xatolik bor. Chunki ma kalonga manchilik qitildi deydigan aniq o'lcham bor tursa, unda nimish qitilmadi bu? Zodi nadi masala bor? Ya ma qo'tanning tubini ichib kun tushirishimiz kerakmi? Ya bo'lmasa astibek patqa qolib ketdimi? Ya bo'lmasa manachil gaz bor ekan, shuning ishimi? Ya bo'lmasa vaqtida suv olmay qoldikmi? Ya bo'lmasa qursizlanmay qoldikmi? Ya bo'lmasa u bu degan narsani bir yerdan tip chiqib, cho'qim foydalimiz. Meningki qonuniyat o'xshaydi, buning berimiz samiriydi. Unda bo'lsa, buni axir so'yimizga go'sh bo'lgan ekan. Unda siz qanday baqsiz, men qanday baqaman degan qoida o'xshamaydi. Unda kim to'g'ri baqsa, shu pul topa oladi. 40 yillik bo'lgan bo'shininki bilimini 300 yilni xalqarodagi makalning materialini biz kirgizib ashlanishlik tayyor qildik. O'qishning zaruriyati yo'q demakchi. Bo'laptimi? Bo'lapti. Xo'sh, unda bo'lsa mushundaq bir sistemani tushunasam bo'ldi deydigan do'stlar, inkas rayoniga 7 raqamni yo'llab qo'yinglar. Mushu xo'sh xabarni texim ko'p baxmish do'stlarga yetkazib qo'yinglar. Hozir faqat mana mushu Simontal kalning chiqdi. Qolgan kalninki Shinjang Qongur kalsi, anandan ko'p tug'ilgan Dotayang, anandan Qora Alqala, anandan Dolanqo'y deganliklarnikini biz sinaq qilyapmiz. Unda bo'lsa mushu xo'sh xabarni texim ko'p baxmish do'stlarga yetkazib qo'yinglar. Aman bo'linglar, xayr xo'sh.